Assalomu alaykum Gulxona kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan mana shunday chiroyli doim ochilib turadigan gerangullarni qanday qilib ko'paytirishni o'rganamiz. Siz ham gerangulingiz bor, lekin qanday ko'paytirishni bilmasdan o'tirganmidingiz? Unda bu videoni albatta ko'ring. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Men 15-20 kun oldin qilgan chirinkalarim deyarli 100% ildiz otdi. Hammasini holati juda ham yaxshi. Hozir siz bilan geran gulini kesib birgalikda chirinka qilib ko'ramiz. Qani, ketdik. Mana bu meni ochilib bo'lgan geran gulimni shoxi. Mana ko'rib turibsiz, bu ochilib bo'ldi, guli to'xtadi. Mana shu gulning shoxini men mana bu yerdan kesib olaman. Mana shu yerdan kesib olaman. Mana gulimizni shoxini kesib oldim. Mana bu yerda yangi chiqarayotgan shoxchasi bor. Endi bu o'sib rivojlanib gul beradi. Mana bu eski guli bo'lgan shoxini esa oddiy tarkibida faqat begomisi bor. Oddiy hovlidan olgan turpog'imga mana bunday qilib ekib qo'yaman va buni salqinroq joyga, juda ham o'sha issiq bo'lmagan joyga olib qo'yaman. Ustidan sprey qilib turaman. Namni ushlab turishim kerak ildiz otishi uchun. Juda ham ko'p, agar nami juda ham ko'payib ketsa, gul chirib qolishi mumkin. Shu jihatiga e'tibor bering. Bu Xudo xohlasa 15-20 kunda ildiz chiqaradi va mana bunday chiroyli ildizlab beradi gulimiz. Mana bunisi ham ko'karib ildizlagan. Mana ildizlarini ko'rishingiz mumkin. Oppoq bo'lib ildizlari ko'rinib turibdi. 100% ko'kargan hammasi. Siz ham albatta mana shu usulda gerangullaringizni ko'paytirib olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang.